Meni mashhura deyishadi. Har doim san'atni sevganman, raqs, moda, kamera oldidagi sahna. Ammo biz tomonda san'at bilan boylik topish qiyin. Shuning uchun internet dunyosiga kirishga qaror qildim. Instagram va TikTokda videolar chiqarishni boshladim. Avvaliga hech kim qiziqmadi. Keyin esa ko'zga tashlanish uchun ozgina jasorat ko'rsatdim. Liboslarimni o'zgartirdim, nigohlarimni ehtirosli qildim. Ko'rishlar ko'paydi, izohlar yogildi. Mashhurlik ortidan reklama, takliflar. Va shunda men tanlov qarshisida qoldim. Bir mashhur prodyuser meni kinoga chaqirdi. Lekin roli ochiq obraz edi. Ko'nglim ikkilanib turdi. Bu men istagan mashhurlikmi? Ammo rad etsam, orzum sahnada yulduz bo'lish puchga chiqardi. Men rozi bo'ldim. O'sha kuni o'z hayotimdagi eng katta qadamni tashlagandek bo'ldim. Nomusimdan biroz kechdim, ammo shu orqali orzuyimga bir qadam yaqinlashdim. Bugun men mashhurlik olamida tanilgan ayolman. Lekin qalbimda har doim savol bor. Bu yo'l to'g'ri yo'lmi? Mashhurlik bu faqat chiroyli suratlar, yorqin sahnalar emas ekan. U orqasida yolg'izlik, tanqid va ko'zga ko'rinmas bosim yashirin ekan. Qachonki kameralar ochsa, ichimda galati bo'shliq qolardi. Oila a'zolarimdan ayrildim. Ular mening tanlovimni tushunmadilar. Nomusingdan kechding, deyishdi. Balki haqdirlar. Ammo men bu yo'lni faqat mashhurlik uchun emas, o'zimni topish uchun ham tanlagandim. Bir kuni bir yosh qiz menga yozdi. "Apa, siz menga kuch berasiz. Men ham sizdek bo'lishni orzu qilaman", debdi. O'sha so'zlar qalbimni larzaga soldi. Men kimnidir ilhomlantirayapmanmi yoki adashgan yo'lga boshlayapmanmi? O'sha kundan boshlab men o'z kontentimni o'zgartira boshladim. Nafaqat go'zallikni, balki ichki kuchni, sabrni va haqiqatni ko'rsatdim. Endi bilaman, mashhurlikdan ham muhimroq narsa bor, ozligingni yo'qotmaslik. Men endi har bir videomda o'z yuragimdan gapiraman. Soxta tabassum emas, chin dard, chin baxt haqida hikoya qilaman. Mening auditoriyam o'zgara boshladi. Avvalgi shunchaki tomoshabinlar o'rnini haqiqiy tinglovchilar egalladi. Endi ular menga hayotiy masalalar haqida savollar berishadi, maslahat so'rashadi. Men endi ularni aldamayman. O'zim ham aldangan edim boshida. Mashhurlik baxt olib keladi deb o'ylagandim. Aslida baxt bu o'zing bo'lish. O'zingni yo'qotmay yashash. Bir kuni bir jurnalist menga intervyu berdi. "Siz ayollar uchun nimani anglatasiz?" deb so'radi. Men jilmaydim. Men ular uchun kuch manbaiman. Chunki men xatolarim bilan, qulashlarim bilan, lekin yuragim bilan yashayman, dedim. Bugun men tanilgan ayolman. Ammo eng muhimi, o'zimni topgan ayolman. Endi men mashhurlikni emas, o'z ovozimni eshitishni istayman. Va bu ovoz boshqa ayollar yuragiga ham yetib borishini xohlayman. Mashhurlik ortidan yurgan yillarim menga ko'p narsani o'rgatdi. Men avval o'z tanamni sotmasam ham, ko'zlarim, jilvalarim, harakatlarim bilan o'zimni tashqi dunyoga taklif qilib qo'yardim. Bu go'yoki erkinlikdek tuyulardi, ammo aslida bu boshqa bir qafas edi. O'zim yaratgan, o'zim kirib ketgan qafas. Kameralar ochadi, sahnalar tugaydi, lekin yurakdagi savollar qoladi. Kimman men aslida? Qanday ayol bo'lishni istayman? Degan savollar men bilan tunlarni o'tkazdi. Ko'z yoshlar, pushaymonlik, lekin bir tomondan osish. Men bir kuni hammasini to'xtatishga qaror qildim. Telefonni o'chirib qo'ydim, ijtimoiy tarmoqlardan chiqib ketdim. Bir hafta, bir oy. Odamlar unutdi. Lekin men o'zimni eslay boshladim. Kitob o'qidim, onam bilan gaplashdim, bolaligimga qaytdim. Qayta tirildim. Keyin men boshqa kontent yaratdim. Yolg'on jilvalar emas, haqiqat haqida. Ayollar huquqi haqida, haqiqiy go'zallik haqida, sog'lom tanlov haqida. Meni eshitishdi, yana izlay boshlashdi. Ammo bu safar chin yurakdan. Endi men sahnada emasman, hayotning o'zida aktyor emas, inson sifatida yashayapman. Har kuni bir qiz menga yozadi, "Rahmat, opa. Siz men o'xshamoqchi bo'lgan ayolsiz." Va endi men nomusimdan emas, jasoratimdan faxrlanaman. Bu mening haqiqiy mashhurligim, yuraklarga yetib